O'zgacha kayfiyat, samimiy tilaklar. Ayni daqiqalarda tabrik vaqti. Bugun yo'lingizga gullar poyandoz. Sezib sezmay o'tgan yillar poyandoz. Mehringizga tashna dillar poyandoz. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Allohning mehriyle yaralgan inson. Boringizga shukurlar aytayin shodon. Sizni baxtlar qushsin har lahza har on. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum yaxshidan-da yaxshi insonlarim. Bugungi kuningiz muborak bo'lsin. Musaffo osmon ostidagi jannat makon yurtimizda yana bir ajoyib kun. Havo harorati tanlarimizni muzlatsa-da, qalbimiz har dam qaynoq. Go'zal kunlar xotirasi dunyolarga sig'mas, mehr muhabbat mana shunday ajoyib oylar, yillar dillarimizni aslo tark etmasin. Samimiy tilaklarimizni bir quchoq qilib fayzli xonadonlarimizga kirib borishda davom etamiz. Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Zalohatxon bujonimiz bilan bog'landikmi? Ha? Omonmisiz mehribonim? Bezovta qilib qo'ymadimmi? Kuningiz xayrli va barokatli bo'lsin. Rahmat. Sog' bo'ling mehribonim. Dunyo go'zalligi bilan mashg'ul, ammo bugungi kunda yanada go'zalroq bo'lyapti, chunki bugun sizning Allohimizga banda, payg'ambarimizga ummat, yaqinlaringiz uchun ne'mat bo'lgan kuningiz. Shukronalik ayyomingiz muborak bo'lsin mehribonim. Doimo Allohim sizni o'z panohida asrasin. Rahmat bolajonim, rahmat. Sog' bo'ling. Mana shunday quvonchli mo'jizalarga boy bo'lgan kuningizda men sizni yaqinimga dil izhori loyihasidan bezovta qilyapman. Boshlovchi Shohsaxon bo'laman. Bugun biz orqali sizni tabriklash, quvontirish maqsadida bir mehribon insoningiz bizga murojaat qilgan edilar. Nima deb o'ylaysiz bu jonim? Ushbu mehribon insoningiz kim bo'lishi mumkin? Qizlarim bo'lsa kerak-da. Albatta qizlaringiz va o'g'laringizni mevasi ham bo'lishi mumkin. Taxmin qilib ko'ringchi mehribon. Nabiralari bo'lishi mumkin. Tanjoni sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Keling unda bu jonim sizni qiynab o'tirmasdan o'zim ayta qolaman kimligini. Sizni jonidan ortiq yaxshi ko'ruvchi nabirangiz Nozimaxon tarafidan yetib kelibdi. Ilohim baxtlariga doimo sog' bo'ling. Rahmat. Nomzodam qizim ham tanjoni sog' bo'lsin, bolalari aqlli, kuchli bo'lsin, Xudoyo. Ilohim mehribonim, agar ijozat bersangiz biroz vaqtingizni olaman va mehribon nabirangiz Nozimaxon opa siz uchun ajoyib va go'zal tabriknomalar yozib qoldirgan ekanlar. Uni o'qib eshitiraman, maylimi? Mayli, rahmat, mayli. Xo'p bo'ladi mehribonim. Tilaklar ichidan izlab topganim Alloh nigohini sizga qaratsin. Yagona o'tinchim Allohdan bu kun bu jonim sizday insonlarni ko'proq yaratsin. Assalomu alaykum meni mehribonim. Oyizligim, shirin so'zligim, go'zallar ichida bir donam, yagona mehribonim, farishtam bu jonim. Sizni bugungi qutlug' ayyomingiz, ya'ni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ummat, biz yaqinlaringiz uchun ne'mat bo'lgan kuningiz, shukronalik ayyomingiz muborak bo'lsin. Ilohim umringiz uzoq, tanajoningiz sog' bo'lsin. Yaratganim sizga dunyoning savobi saodatini hadya etsin. Bu jonim yaxshiyam siz borsizki, xonadonlarimizda fayz bor, baraka bor. Baxtimizga doimo sog' va salomat bo'ling. Ilohim har doim dasturxonimiz to'rida duogo'yimiz bo'lib, sog' va salomat yurishingizni Allohimdan so'rab qolamiz. Mehribonim, jonim, bu jonim, sizni jonimizdan ortiq yaxshi ko'ramiz. Bilib bilmasdan qalbingizga yetkazgan ozorlarimiz uchun uzrimizni so'raymiz. Baxtimizga doimo sog' bo'ling. Umringiz uzoq, tanajoningiz sog' bo'lsin. Allohim bergan umringiz ma'noga, mazmunga, baxtga to'la o'tsin. Hamisha Allohimning suyukli bandalari qatorida bo'lib yurishlik barchamizga nasib qilsin. Bu jonim, bu dunyoda ko'rganingiz kabatullohu, u dunyoda ko'rganingiz jannat bog'lari bo'lsin. Shukronalik ayyomingiz
Muborak bo'lsin mehribonim, sizni jonimizdan ortiq yaxshi ko'ramiz. Farzandim deb umrini tutgan, tug'ilishim intizor kutgan, goh men uchun o'zin unutgan bu jonim boringizga shukr. Suyanch bo'lib yiqilgan chog'im, biri bog'im, biri tag'im, yo'lim yoritguvchi chirog'im, bu jonim boringizga shukr. O'tganida do'stlar turtkilab, yonimda boshimni silab, duo qilar baxtimni silab, bu jonim boringizga shukr. Mehribonim, dardkashim mani, siz bor yo'lim to'solmas g'anim, jannatim siz fidotan janim, bu jonim boringizga shukr degani shunday go'zal tabriklar va shunday go'zal she'rnomalar mehribon nabirangiz siz uchun yozib qoldiribdilar bu jonim. Rahmat, umrlari uzoq bo'lsin, tan joni sog' bo'lsin. Qo'shgani bilan qo'sha qarisin aylanay. Bolalarni rohatda ko'rsin iloyim. Sizni ham tan joningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin Xudoyo. Hammaga yaxshilik shunaqalarni ulashib yurgan do'stlaringizdan aylaning, umringiz uzoq bo'lsin. Bolalaringiz rohatini ko'ring iloyim. Rahmat mehribonim, tilaklaringiz o'zingizga ham hamroh bo'lsin. Kuningiz xayrli va barakatli bo'lsin. Ilohim yuzlarga kirganingizda ham mana shunday tabriklashlar davom etsin. Shukronalik ayyomingiz muborak bo'lsin buvijonim. Rahmat, umringiz uzoq bo'lsin Xudoyo. Hammanglarning ham umringlar uzoq bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Qo'shganinglar bilan qo'sha qarib, bolalarni baxt kamolini ko'rib, yuzlardan oshib yuraveringlar, umringlar uzoq bo'lsin. Ilohim mehribonim, rahmat, tilaklaringiz o'zingizga ham hamroh bo'lsin. Kuningiz xayrli va barakatli bo'lsin. Shukronalik ayyomingizni a'lo kayfiyatda o'tkazing buvijonim. Rahmat, umringiz uzoq bo'lsin. Nevaralarimni ham umri uzoq bo'lsin Xudoyo. Avaralarimni ham saflari ko'payaversin. Albatta mehribonim, albatta tilaklaringiz o'zingizga ham hamroh bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling buvijonim. Rahmat aylanay, do'stlaringizdan aylanay. Rahmat mehribonim, sog' bo'ling, kuningiz xayrli va barakatli bo'lsin deb qolamiz. Albatta so'zimizning so'ngini esa go'zal taronalar bilan yakunlaymiz. Kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Ko'zlarimning nurisiz, siz qalbimning durisiz, olam aro mehrida onalar mashhurisiz. Siz bor hayot boshqacha, bunday yashash boshqacha.